Qo'qoncha Xollani shahri hisoblanadi-yu, bilasiz. Mashinani zo'rini minishga ishqiboz bo'lishmasa ham, uy ichini Xollada qilib qo'yishar ekan. Voy, Nursaroy degan doyoq qandillar sotadigan do'konga kelib qoldim. Bu yerga assortimentni, mana tovarlarni, lustra qandillarni videoni ko'rib, voy dod, maza qildim. Hoji aka, bilaman, siz ham uyingizni akkuratni qilib, eng zo'r oxirgi dizayndagi noyob lustralarni qidirib yurgan bo'lsangiz, remont qildirayotgan bo'lsangiz, mana shu Nursaroyga kelib, siz vkusingizga bopini bosib olsangiz bo'ladi. Bu qandillarni olish uchun keling bilan maslahatlashib o'tirish shart emas. Bilaman, Qo'qonda hech kim keling bilan maslahatlashmaydi, o'zligi hal qilishadi. Shundoq borib uyingizga qo'yib qo'yindi, uyingizdinglarni, ota-onangizni duosini olib, voy maza qilib yashasangiz bo'ladi. Xullas, profiligini qoldiraman. Mabodo mana shu noyob qandillar kerak bo'lsa, o'zligiga kelaverasiz. Chorsuvdan, mana shunday Chorsudan Dehqon bozoriga kelaverishda o'ng qo'lda Nursaroy degan mana shunaqa do'kon bor ekan. Men o'zim ham qaysi birini olgan bo'lardim, tasavvur qila olmadim vibr ko'pligidan. Vkusingizga qarab, neoklassika deysizmi yoki high-tech qandil lustralar deysizmi? Aynan Nursaroydan topsangiz bo'ladi.